Sizlar bilan Zonikjon. Bugungi videoda men mana shu mod yordamida mana shu Minecraft yaratdim. Bu modning nomi esa Top Work Mini Top All for Minecraft Pro. Bu esa Block faqat o'yin varianti. Endi kiraman. Men kod yazıyorum. Evet. 10 tarafta narsa getiriyorsun, u yo'qolmaydi üstüne. Narsa. Oddiy survival ekan. Hech qanaqa cheysiz, unaqa narsalar yo'q. Oddiy survival. Bu narsa nima? Qani ko'raylik, nima ekan? Yo mayor, bu narsalar nima? Ishonish qiyin. Minecraftda shunaqa narsalar bormi? Buni lavaga necha? Yo mayor. Qara texnologiya bo'lgan. Yo mayor. Ishonish qiyin. Bu qator yana nima bo'ldi? Survival kreativ olmasdan mumkin ekan. To'g'ri kunda boshqasi bor ekan. Vahmiya. Bu nima? Moblar spawn qilib ekan. Mana golem. Aqliyman. Lekin bu Minecraft yana qanaqa qobiliyatlarga ega ekan, ha? To'xtanglar, qumni nima qilsa bo'ladi? Qumda desangiz yo'q. Bu yerda qumni nima bo'ladi? Qanaqa sehrga sehrlansa masalan nima sehrga bo'ladi? Hammasi sehrga bo'ladi qolmaydi. Endi bu chuki, qilish hammasiga sehrga bo'ladi. Biz esa 99 yedirdik. Qumni zo'rligini qaranglar, rangini o'zgartirishini. Qani golemlarni yondiramiz. Yo mayor, golemni o'zgartirib yuborarkan-ku. Redstone golem. Yo mayor. To'xta, o'zimni sehrlarni nima ko'rganim shekilli. Qani ko'rishchi? Mana men imperiya server. Yo mayor, imperiyammi bu meni? Nahot ishon qilganlar imperiyam mana. Yo'q, shuncha qilgan imperiyam narsalarmi yo'qdan bo'lsa. Ya boye. Nega deyapman? Yo tezligimni. Mana qo'toyim salgina o'rganaysiz vaqtda. Mana ko'rib, nima qiladi? Mana ko'ryapsiz? Yo, bu Pocket Edition 3ku. Qanaqa o'ynamayman. Bolalar, bu Minecraftda tortgan odam kim desangiz, albatta menman. Lekin men buni tortish uchun Shadow o'ziga katta rahmat aytaman. Yoki Shadow o'z bermadi. O'sha odamga kattakon rahmat aytaman. Bu Minecraftda yaratganim uchun. Balki o'yinni ko'rsatib berganim uchun tortish. Nima qildi? Yo mayor, ovqatni yo'q-ku. Nima ekan? Yo mayor, to'g'ri buni tashlab o'tishdi. Yo mayor, men fleshman-ku. Ba'zan men yo'qotdim. Bolalar, bu Minecraft tushunmagandan keyin videoni ko'rdim. Oxiri bolalar, bu Minecraftda tushunib oldim. Bu Minecraftdagi eng zo'r narsa bu hozir men bu serverda emas, boshqa serverda narsalar qildim. Ya'ni unga tushlar server olami deb nom berdim.
emas. Hammasini shu bitta Minecraft orqali qildim. Bazaga nechta bazaga. Masalan bu yer tualet. Zo'r. Bu yer esa kemalar turadigan joy. Bu esa ularning hovli, bu esa akulalar ko'rsin joy. Bu esa piramida. Buni o'zim bilmagan yetgan ha Saturn sayyorasi. Agar men uni o'tib olsam, survival'da ham o'taman. Kamman o'rganib oldim. Ha buni bilsangiz. Telefon. Zo'r telefon. O'zi. Bu esa ozodlik haykali. Meni hisoblashim uchun. Bu esa bunu qo'ygan foto yo'q-ku. Yozam. Bu yer o'sha joy. O'sha mahal. Dedim. Har tarafdan bir xil qilganman. Shuning uchun g'alati ko'rinadi. Buni esa uchar orollar deganman, men kichkinagina qilganman. Ko'p joyda egallamaslik uchun. Bunaqa parkur qilishdi. Böyle cam 3 bulup joylashgan. Hoppa. Va bo'l. Buni nima desangiz? Bu ichiga kirib ko'rsam. Bu esa shunaqa xona. Ziyor xona. Bu yerda damlamalar. Любой buyuk darajada ko'p soat turish mumkin, juda kuchli quvvat mumkin. Aslida tezlikni ham super darajada qiyaman bo'ladi. Bu nima deysiz? Bu samolyot. Bu parashyut. Bu esa Zumrad piramidasi. Video o'sha. Yaxshi, hali boshqa hech nima o'rganishga urinmayman. Bu yo'q, shunchalik qo'rqdim. Agar shuni ikkinchi qismini xohlasangiz, shuni agar yana bir marta shu Minecraft'da tushuntirib berishni xohlasangiz, kanalimda jom hozir 22 ta obunachim bor. Shuni 30 ta qilib berishingiz kerak. 30 ta. O'shandagina mayli qo'shishni o'rgataman. Rozimisiz? Men qo'shishni o'rgataman shu Minecraft. Shuning uchun kanalga obuna bo'ling. 30 ta obunachigacha. Bo'ldi. Lekin tortishni 30 ta obunachidan keyin qilmayman. Hozir tushuntiraman. Tortishni esa 30 ta obunachidan keyin o'rganasizlar. O'zingiz bilib olasizlar. Keyingi videolargacha xayr.